offer back 2, 3, 4, 5, 6 ta so'z bo'lyapti. Bosmasa. Bosib o'rdingizmi? Yaxshi. Hay, ask, tell, pay, give, show, offer so'zlari bilan bizga kelgan payti, bu so'zlarni ko'pincha ishlatgan paytlaringiz gapda ikkita objekt kelib qolishi mumkin ekan. Endi shunaqa situatsiyada bo'lsa biz nima qilamiz? Aytaylik, give. They give me a lot of money. Keyin zamonda gapiraylik. They gave me a lot of money. Shu joyga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hop, tushundik bizning gapimiz subjekti bor ekan, harakatni bajaryapti. Asosiy fe'limiz bor ekan, to'g'rimi? Lekin bizda manba ham objekt bo'lib qoladi. Lekin manba a lot of money so'zimiz bu ham objekt bo'lib qoladi. Ya'ni harakatni ham manga qarab bajaryaptilar va pulni ham beryaptilar. Shuning uchun ularni gave so'zi bo'lki, ikkalasiga ham tushib qolyapti, to'g'ri xo'p. Endi shu holatda nima qilamiz deb savol beradigan bo'lsanglar, xohlaylik bunisiga ham beringlar, xohlaylik bunisiga ham beringlar, passiv shaklga o'tkazayotgan paytda. Tushunarlimi? Qaranglar. Birinchi bo'lib bunisini quloqdan tortib olib kelamiz. Tak. I was given a lot of money. Bu birinchi variantlar bo'ladi. Ikkinchisi endi bunisini quloqdan tortib olib keladigan bo'lsak, a lot of money was given to me. Tushunasizmi? Ikkita holatda xohlaylik bunisiga, xohlaylik bunisiga ham savol beraverishadi bo'lagan. Birinchisi bo'lyapti, mega nisbatan, ya'ni menga berildi deb aytadigan bo'lsangiz juda ham ko'p pul. I was given a lot of money. Ko'p pul menga berildi deb pulga urg'u beradigan bo'lsanglar, a lot of money, Hop, a lot of money was given to me bo'ladi. Ya'ni ko'p pul menga berilgan edi. Tushunarlimi? Mana shu so'zlar bilan kelgan paytda ikkita sizlar chiqib qoladimi? Xohlaganlaringizga qo'yaversangiz bo'ladi. Bu tushunarlimi? Ikkinchi misol olishim shartmas. Keyingi so'zlar get plus verb islatsak bo'ladi ko'pincha situatsiyalar. To be plus verb o'rniga. Juda ham ko'p holatlarda islatsak bo'ladi. Buni lekin maslahat bergan bo'ladim. Faqatgina present simple bilan past simple da ko'proq ishlatishim uchun qolganlariga sal chalg'ishlaringiz mumkin. Ha, shuning uchun yozib qo'yaylik. Present simple va past simple. Endi buni mamlaqa speakinglarda gapirayotgan paytlari passiv formani oddiy to be chalar bilan emas, getlar bilan ishlata olaman deb ozgina grammatical resourcelaringizni show off qilmoqchi bo'lsangiz ishlatsanglar bo'ladi. Ha, aytaylik, misol uchun the room is cleaned every Monday, misol uchun. The room is cleaned every Monday. Nima degani bu? Xona har kuni dushanba kunlari tozalanadi. Bu bizada to be plus verb bu xuddi shu narsani tarafga o'tkazib yuboradigan bo'lsak, bizga xonaga nisbatan get bo'ladimi? Gets bo'ladi. Gets, to'g'rimi? The room gets cleaned every Monday bo'ladi. Bu joyga endi tarjima is ni o'rniga olib keldikda bizga gets qo'yib yubordik. Tarjima bilan bir xil, faqat struktura boshqacharoq bo'ladi. The room gets cleaned every day. O'sha xona har kuni tozalanadi. O'tgan zamonda gapiriladi. They were arrested on the crime scene. Okay, at the crime scene. Hi, they were arrested at the crime scene. Ya'ni o'sha jinoyat joyida birdaniga qo'lga olinishdi. Faqat to be ni o'tgan zamon bo'lyapti, to'g'rimi? Ya'ni o'sha verb-imiz keladi. Xuddi shu gapni o'tkazadigan bo'lsa, to be ni olib tashlab o'rniga o'tgan zamonni getni nima bo'ladi? Got. They got arrested at the crime scene. Tarjima bilan bir xil, faqat bunisi got verb x bilan o'tgan zamonda bo'lgani uchun. Ular o'sha jinoyat joyida birdaniga qo'lga olinishdi bo'lyapti. Tushunarlimi? Chiroyli.